Alaykum chorvash qog'ozlari. Bugun sizlarga yaqin bo'g'ozlar ko'rsatamiz. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 26-iyun 25-iyun. Mana sizlarga bo'g'oz mollar ko'rsatamiz. Shu yaqin bo'g'oz holatlari zo'r. Shved parodish qog'ozlariga bu nechalik bo'g'oz? Yaqin kuni qolgan. Bo'ylari 120, 118 chiqadi. 18. Bunisi-chi? Bunisi ham yaqin kuni qolgan, bo'yi 120 plyusda. 120 ga olishaveradi. Holatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana juda ham yosh mana. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Molimiz yaxshi. Bunisini ko'rsa. Buni narxi necha pul? 24 million kami bor. 24 million kami bor. 28 million kami bor. Yonidan ko'rsating nargisini. Mana yonidan ko'rsanglar bo'ladi. Mana 28 million. Ikkalasini 51 million kam bor. Ikkalasi 50 million bo'ladi. Jup olsa 51 million kami bor. Yaqin kuni qolgan. Mana olib baro ish qog'ozlariga ular qistiraygan. Mana buni ko'rsangiz bo'ladi. Bo'ylari 120 plyusda. Buni narxi necha pul? Bu 20 million kami. Buni 20 million kami bor ekan. Bunisi-chi? Bunisi ham qisqa rossiyskiy. Agar bular bo'g'oz bo'lib qolsa 30 million deyishyapti. Bunisi ham qisqa, ikkalasi buqaga tayyor. Bo'ldi. Bunisi ham 20 million. Jupiga 20 milliondan. Xohlasa olib borib yemlatsin, xohlasa buqaga qo'yishib olsin. Bular Dastavkalari bor, hamma bor. dastavka qilamiz, vohadagilar ham aloqaga chiqishaveradi.